Marketing sohasiga endi kirib kelganimda o'zimga 10 dan ko'p kitoblar sotib olganman. Ko'pini boshini o'qib tashab qo'yganman, lekin mana shu 3 ta kitobni bo'lsa men o'qib o'zim foyda olganman va haligacha o'qib kelaman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qaysi kitob nima uchun foydaliligini va o'zim qanaqa xulosa olganimni siz bilan bo'lishaman. Birinchi kitob bu $100 million by Alex Hormozi. Ya'ni bu Alex Hormozining taklif tuzish haqidagi kitobi. Bu kitob kimlar uchun kerak? Birinchi o'rinda, agarda siz biror bir xizmat yoki mahsulot sotsangiz, bu kitob siz uchun must have, ya'ni o'qishingiz shart bu kitobni. Bu kitob o'qiganingizdan keyin siz xizmatingizni arzonga sotib yurgan bo'lsangiz, shuni qimmatga sotishni o'rganasiz va qanaqa qilib bor mahsulotingizni chiroyli takliflar bilan odamlarga ochib berishni va sotuv qilishni o'rganasiz. Bu kitobni o'qiganimdagi mendagi asosiy xulosa va kitobning o'sha eng go'shtli joyi bu taklif tuzish formulasi. Ha, siz taklifingizni formula asosida tuzasiz va shu bo'yicha sotuv qilasiz. Bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, siz taklifingizda ikkita narsani kuchaytirasiz, ikkita narsani bo'lsa kamaytirasiz. Birinchisi bu dream outcome'ni oshirish. Ya'ni bu o'sha mijozingiz xohlayotgan narsadan ko'prog'ini taklif qilish. Masalan, olaylik, mijozingiz sizdan kiyim sotib olyaptimi? Siz shu kiyimni yoniga qo'shib qanaqadir bujiteri yoki qanaqadir sumочка qo'shib beryapsiz. Bunda o'zi mijozingiz sizdan juda ham xursand bo'ladi, chunki siz uni kutuvdagidan ham ko'proq narsani qilib berdingiz. Ikkinchi ko'paytirishingiz kerak bo'lgan narsa bu mijozingiz miyasidagi natijani yana ham ko'proq qilib berishingiz. Masalan, olaylik, siz SMM mutaxassissiz, mijozingiz fikrida videolar qanaqadir yaxshi prosmotr olsa, mijoz olib kelsa, yaxshi degan natija turibdi. Siz mana shu mijozingizga bo'ldi, men qanaqadir uchib ketgan million videolardan tashqari men sizga xizmatingizga qiziqqan 100 ta odamni olib kelib beraman desangiz, o'sha bu mijozingizni kutuvdan ham ko'proq natijani va'da qilyapsiz. Chunki mijoz faqatgina qanaqadir videolar prosmotrini, video qo'yilishini kutayotganda, siz bo'lsa bu yerda sotuvga ham aralashaman, sizga lead ham olib kelib beraman desangiz, o'sha siz bu yerda mijozingizni kutuvdagidan ham ko'proq narsani qilib beryapsiz. Taklifingizni kamaytirishingiz kerak bo'lgan narsa bu birinchisi vaqt, ya'ni qanchalik siz mijozingizga xizmatingizni qisqa vaqtda qilib bersangiz, bu shunchalik mijozingizga yoqimli bo'ladi. Misol uchun, ko'pchilik montajyorlarni ishini vaqtida qilmaydi, deadlinedan o'tib ketadi deyshadi. Siz shunaqa vaziyatda agarda men kechiksam shtraf bo'ladi, men vaqtida qilib beraman desangiz, o'sha ko'pchilik 90% montajyordan ko'ra siz klientingizni yonida yutib ketyapsiz. Keyingi kamaytirishingiz kerak bo'lgan narsa bu mijozingizni qiladigan ishi. Ya'ni olaylik, mijozingiz maksimalni sizga kam vaqt ajratishi, kam resursini berishi kerak. Biror bir SMM xizmatini sotib olasiz deylik, SMM yoki shaxsiy brend. Ekspertingiz sizni mijozingiz faqatgina syomkaga kelib harakat qilsa, bu ekspertingizga mazada, u bosh qotirish kerak emas, luka haqida, ya'ni nima kiyish haqida u bosh qotirish kerak emas, qanaqadir lokatsiya yoki qanaqadir kimgadir pulni berish, mayda-chuyda narsalarga boshini qotirish xohlamaydi. Siz shunaqa paytda hamma narsani o'zim mas'uliyatini olaman, siz shunchaki syomkaga kelib bersangiz bo'ldi degan taklifni bersangiz, bu yerda ko'pchilikdan ko'ra siz yutib ketasiz va siz mana shu 4 ta narsani birga jamlaganingizda rad etib bo'lmas taklifni tuzgan bo'lasiz. Ikkinchi, haligacha mazza qilib o'qiydigan va menga foyda bergan kitob bu 100 million leads. Ya'ni bu hammasi lead jalb qilish haqida. Lead o'zi nima desangiz, sizning mahsulotingizga qiziqqan odam. Mana shuni biz lead deymiz marketing tilida. Endi bu kitobni o'qish o'zi kimga kerak deydigan bo'lsangiz, internetda, Instagramda, boshqa bir ijtimoiy tarmoqlarda blogini yurgizayotgan, shaxsiy brendini yoki biror bir biznesini yurgizayotgan har bitta odamga bu kitob kerak. Chunki bu kitobda qanaqa qilib mijoz jalb qilish yo'llarini o'rganasiz. Va bu kitob aynan mahsulotim bor, lekin mijoz yo'q, klient yo'q degan zaprosizga degan muammongizga aniq yechimni beradi. Endi bu kitobdan men asosiy olgan xulosamni siz bilan bo'lishaman. Bu kitobda ya'ni mijoz jalb qilishi asosiy 4 ta yo'li bor, 4 xil yo'l. Birinchi yo'li bu tanish bilishlaringiz orqali jalb qilishingiz. Ya'ni eng osoni va eng sizga ishonchlisi ham shu tanish bilishlaringizga birinchi o'zingiz aloqaga chiqib, men bunaqa ish boshladimmi, senga qiziq bo'lsa, meni mahsulotimni ol degan narsa. Va bu eng ishlaydigani va eng oson yo'li. Keyingi yo'li bo'lsa bu content qilish. Ya'ni bunda siz o'zingiz tekin yo'li bu. Ya'ni tekinga siz content qilasiz. Instagramda deylik, Reels'da deylik yoki bir Telegram kanallarda deylik. Ya'ni bu kanallarni yurgizish uchun hech kim sizdan pul so'ramaydi. Shunchaki sizda qanaqadir kameraga, telefonga, boshqa narsaga pul ketishi mumkin. Aslida Reels qo'yganingiz uchun Instagram hech qachon mana bitta Reels qo'yding, demak bitta Reels qo'yishing $10 turadi deb sizdan pul so'ramaydi. Ya'ni bu cheksiz xohlaganingizcha tekinga foydalansangiz bo'ladigan yo'li. Uchinchi yo'li bo'lsa bu
Cold outreach ya'ni sovuq qo'ng'iroqlar qilish. Bu ham ko'pchilik ishlatmaydigan, lekin hozir ishlatsangiz bo'ladigan yo'li biror bir mahsulotingizni shunchaki sizni tanimaydigan odamlarga borib reklama qilib ko'rishingiz. Ha, bu ko'pchilik holatda ishlamaydigan yo'l deyiladi, chunki bu yerda raqamlar gapiradi. Ya'ni siz qancha ko'p odamga taklif berib ko'rsangiz, shuncha sizda o'sha muvaffaqiyatga erishish ehtimoli ortib boradi. Masalan, 100 ta begona odamga siz mahsulotingizni reklama qilib ko'rdingiz, shundan bir dona yoki 2 dona kutib qilasiz, mana shu odam meni narsamni sotib oladi deb. Siz 10 ta begona odamga yozib ko'rdim, hech qaysisi menga javob bermadi, hech qaysisi sotib olmadi desangiz, demak siz noto'g'ri yo'lda qilyapsiz. Ya'ni bu kitobda Alex Hormoz'e aytgan, kuniga 100 ta, ya'ni kuniga 100 ta odamga cold outreach qilish, kuniga 100 ta odamga tanish bilishingizga yozish, kuniga 100 ta odamga o'sha 100 ta kerak bo'lsa kontent qo'yish orqali siz natija qilmasligingizni iloji yo'q-da. Tasavvur qiling, 100 ta odamga yozdingiz, shundan hatcha bitta yoki ikkitasi sizdan narsa sotib olish ehtimoli bor. Mana shu qoidani ham esingizdan chiqarmang. Va 4-chi klientni topish yo'li bu, ya'ni pulli reklama. Odatda biz faqatgina reklama bor deb o'ylaymiz, aslida bu o'sha 4 ta yo'li bir donasi xolos. Reklamada bu bo'lishi mumkin. Target yoqishingiz yoki qanaqadir blogerga reklama berib ko'rishingiz, bu ham mana shu pulli yo'li va bu narsani siz bemalol ishlatsangiz bo'ladi o'zingizning biznesingizda. Endi hozir siz analiz qiling, biror bir xizmatingizni yoki mahsulotingizni sotuv uchun qaysi yo'ldan foydalanyapsiz? Yoki umuman foydalanmayapsizmi? Ba'zi bir odamlar bor, voy menda mijoz yo'q, klient yo'q, mahsulot yo'q deydi, lekin nima ish qilding klient topish uchun? Siz umuman hech qanaqa javob topmaydi. Ya'ni siz o'tirishingiz kerak emas, işte menga klient kelishi kerak, menga odam xizmating nech pul deb yozish kerak, menga odam mahsulotingizni olsa maylimi, sotasizmi menga deb yozish kerak deb o'tirishadi. Aslida bu juda ham xato fikr. Siz qadam bosishingiz kerak mijoz uchun. Shunaqa. Bu kitobdagi asosiy xulosam shu bo'ldi. Endi 3-chi va eng yaxshi ko'rgan kitobim bu meni Copywriting Secrets kitobim. Bu kitobdan nimani o'rganaman deysizmi? Bu kitobdan siz ssenariy yozishni, paragraf yozishni, storieslaringizni, blogingizni, Instagramingizni, Telegram kanallaringizni yurgizishni o'rganasiz. O'zi sotuvi asosi bu matnlar hisoblanadi. Olaylik, qanaqadir target videoyizmi, reklamangizmi, blogerga berayotgan reklamalaringiz, даже stories yurgizishlaringiz, reelslaringiz hammasi borib ssenariyga taqaladi. Va mana shu kitobda siz qanaqa qilib to'g'ri ssenariy yozishni o'rganasiz. Agarda sizda hozir obunachim bor, Instagramda storiesimni nechtadir 100 ta odam ko'radi, Telegramda ham odamim bor, lekin sotuv qila olmayapman deyotgan bo'lsangiz, bu kitobda olgan xulosalarim sizga hozir foydali bo'ladi. Demak, bu kitobni o'qiganimdagi mendagi birinchi miyamga kelgan xulosa bu, qanaqadir ssenariylar, matn yozish uchun ijod kerak emas. Bu narsa uchun siz ijod qilib o'tirib, voy ideya qilishim kerak, voy bunaqa qilishim kerak deyish umuman kerak emas. Matn, ssenariylar hammasi bu formulalar ustiga qurilgan. Hammasini o'zi o'sha formula qilib yozib qo'yilgan mana shu kitobda. Va siz bu narsani o'rgansangiz, bemalol mana shu to'g'ri sotuv qilish strategiyasini o'rganib olasiz. Va ikkinchi olgan xulosam bu yerda, auditoriyani tanimasdan turib, sizning sotuv ssenariylaringiz umuman o'xshamaydi. Birinchi o'rinda siz kimga yozayotganingizni bilishingiz kerak. Ya'ni auditoriyangizning muammolari, qo'rquvlari, xohishlari, nima muammosi bor, nima istagi bor, qanaqa orzulari bor, nima ehtiyoji bor, shu narsani siz 5 qo'lli bilgandek bilishingiz kerak. Shunda sizning sotuv ssenariylaringiz o'xshaydi. 3-chi olgan muhim xulosa va haligacha ishlatadigan xulosam bu emotsiyani sotish. Ko'pchilik biladi, mijozga emotsiya sotish kerak, klientga har doim birinchi emotsiyani aytish kerak, boshqa deb, lekin buni qanaqa qilib qilishni bilmaydi. Endi menga eshiting, siz biror bir mahsulot sotasizmi, shu mahsulotingizni 3 ta narsasidan bittasini sotasiz. Birinchisi bu xususiyatini sotish. Olaylik, masalan, mana shu kitob deylik, kitob xususiyati bo'ladi. Bu o'sha tipi 1 kiloligi, qanaqadir necha betligi, 200 betligi, kitobdagi modullar, shu narsalar kitobning xususiyati bo'ladi. Endi buni natijasi qanaqa desangiz, kitobni o'qigandan keyin o'sha ssenariy yozishni o'rganib oladi, sotuvlarni oshiradi, boshqa bir narsa natijaga oladi. Endi emotsiya sotish qanaqa bo'ladi desangiz, mana shu natijani qilgandan keyin odam o'zini qanaqa his qiladi? Ya'ni aytaylik,
his qilish haqida gaplashadigan bo'lsak, ssenariy yozishdan oldin 2-3 soat boshini qotirib o'tirmaydi-da, shu kitobda olgan formulalarni aniq-tiniq ishlatib, 3 soat davomida qiladigan ishini 30 minutda qilib qo'yadi. Bu o'sha emotsiya haqida, vaqt tejash, osonlik, soddalik haqida ketyapti emotsiya. Xuddi mana shu hozir sizga randomli kitob qilib berganimdek, o'zingizni mahsulotingizni ham emotsiyasini targ'ib qilib, emotsiyasini reklama qilib sotishingizga to'g'ri keladi. Shunda sizning sotuv ssenariylaringiz o'xshaydi. Agarda siz marketing sohasida mutaxassis bo'lsangiz yoki o'zingizni mahsulotlaringizni sotishni xohlayotgan bo'lsangiz, mana shu 3 ta kitobni albatta o'qib ko'ring va bu sohani yana ham to'liqroq o'rganishni xohlasangiz, menda bu haqida bitta ajoyib darslik bor. Qanaqa qilib shaxsan o'zim 1000 tagina obunachim bilan, Instagramda 1000 ta obunachim bilan birinchi $10,000 zapuskimni qilganimni qadam-qadam progressini razbor qilib berganman. Bu videoni olish uchun mana shu yerda link qoldiraman. Shu link orqali bemalol videoni ko'rib olsangiz bo'ladi. Rahmat.